Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan the imperative, ya'ni buyruq gaplar mavzusini o'rganamiz. Xo'p, buyruq gaplarni qachon ishlatamiz? To give comments, instructions, advice, warnings or requests larda foydalanamiz. Bularni birma-bir tushuntirib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Bugun grammatikadagi 7-darsimiz. Buyruq gaplarni biz aynan ushbu formula bilan yasaymiz. Formulamiz bo'ladi verb plus object. Ya'ni fe'l va object. E'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsa, buyruq gaplarda biz deyarli umuman egadan foydalanmaymiz. A, you, we, they dan umuman foydalanmaymiz. Faqatgina verb va objectdan foydalanamiz xolos. Ya'ni fe'l va objectdan. Misol uchun, open the door, eshikni och. Sit down, o'tir. Listen carefully, diqqat bilan eshit. Ko'ryapsizmi? Biz faqatgina fe'l va objektdan foydalanyapmiz xolos. Ya'ni bitta fe'lni o'zini aytsak ham shuni qil degan ma'noni beradi. The imperative'larni biz qayerda ishlatamiz? 5 xil holatda ishlatishimiz mumkin. Birinchisi, comments buyruqlarda. Ya'ni buyruq berganimizda shu narsani qil. Close the door, eshikni yop. Be quiet, jim bo'l, tinchlan. Faqatgina buyruq berish. Ikkinchi ishlatishimiz mumkin bo'lgan holat bu instructions, ya'ni ko'rsatmalar. Turn left, chapga buril, ya'ni ko'rsatma beryapmiz. Yoki bo'lmasam mix the ingredients, ya'ni ingredientlarni aralashtir. Bu yerda ham biz ko'rsatma beryapmiz. To'g'rimi? Uchinchi ishlatishimiz mumkin bo'lgan holatimiz esa bu advice, ya'ni maslahatlarda. Misol uchun, take a break, tanaffus qil, tanaffus ol. Get enough sleep, yetarlicha uxla. Ya'ni biz kimgadir maslahat beryapmiz. To'rtinchi ishlatishimiz mumkin bo'lgan holatimiz bu bizda warnings, ya'ni ogohlantirishimiz. Misol uchun, watch out, bu be careful ga sinonim bo'ladi, ya'ni ehtiyot bo'l, e'tiborli bo'l degani. Don't touch that wire bo'lsa mana shuni ushlama, tegma bunga degani. Ya'ni biz ogohlantiryapmiz nimadir qilmaslikni aytib. 5-holatimiz esa requests, ya'ni iltimoslarda. Please help me, yordam ber. Please wait here, shu yerda kut. Iltimoslarni bilasiz, biz har doim please degan so'z orqali yasaymiz, ya'ni iltimos. Please dan keyin verb, ya'ni fe'l aytadigan bo'lsak, iltimos shu narsani qil degan ma'noni bildiradi. Inkor shaklini qanday yasaymiz desangiz, aynan mana shu formula orqali yasaymiz. Ya'ni don't plus verb, ya'ni bizda inkor shakli negativ formasi, do not qisqartmasi esa bizda bo'ladi don't. Aynan shu narsani qilma deb tarjima qilinadi. Don't run, yugurma. Don't be late, kech qolma. Don't forget your keys, kalitlaringni unutma. Ya'ni bizda don't plus verb o'sha narsani qilma degan ma'noni beradi. Va biz bundan tashqari let's dan ham foydalansak bo'ladi. Buni formulasi let's plus verb. Birgalikda biror ishni qilaylik deb taklif qilish uchun ishlatamiz. Misol uchun, let's go, qani ketdik. Ya'ni bu qani plus verb, qani shu narsani qilaylik deb tarjima qilinadi. Let's go, qani ketdik. Let's study together, qani birgalikda o'qiylik. Let's watch a movie, qani kino ko'raylik. Ya'ni shu narsani qilaylik deb kimgadir taklif berganda ishlatamiz. Inkor shakli esa buni let's plus not bo'ladi. Ya'ni not qo'shish orqali biz inkor shaklini yasar ekanmiz. Let's not plus verb, ya'ni fe'l qo'shar ekanmiz. Misol uchun, let's not argue yoki bo'lmasam let's not run, qani yugurmaylik. Mavzu tushunarli bo'lgan bo'lsa, mana shu 3 ta mashqni bajarib ko'ringchi. Birinchisi, your homework, ya'ni uyga vazifangni qil deyishimiz kerak. Ikkinchisi, the door, eshikni nimadir qil degan gap. Uchinchisi esa go to the park, parkka borish. Javobingizni izohda yozib qoldiring, tekshirib sizga javob beraman. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like va obuna bo'lish yodingizdan chiqmasin. Bundan oldingi videolarda bundan ham foydali mavzular bor.